3. Bab. Qadrli qarindoshlar, hozir sizlarga yozayotganim 2. xetimdir. Har 2 xetimda bu ishlarni saminglarga selib, sizlarni to'g'ri fikr qilishga yetaklashga tirishdim. Muqaddas payg'ambarlarimiz burun aytgan so'zlarni va qutqizg'uchimiz, ya'ni Rabbimiz Ayso Masih elchilar orqali bergan amirlarni esinglarda tutishinglarni so'rayman. Eng muhimi, shuni bilishinglar kerakki, oxir zamonda o'zining yomon havaslarining kayniga kiradigan, sizlarni masxara qiladigan kishilar chiqadi. Ular sizlarni Rabbinglar, men qaytib kelaman degan-ku. U qani? U qaytib kelmadi-ku. Bobolarimiz olamdan o'tib toki hozirgacha hamma ishlar o'xshash bo'lib, dunyo oxirida bo'lgan vaqtdan hech qanday farqi yo'qdir deb masxara qilishidi. Holbuki ular eng qadimki zamonda Xudoning o'z amri bilan osmonni yaratganligini va yerning sudun ham suv orqali borliqqa kelganligini qasdan unutuydi. Xudo suv bilan, ya'ni kalkun suyi bilan Nuh payg'ambar yashagan dunyoni g'arq qilgan edi. Xudo yanila o'z amri bilan o'zining yo'lda mamg'anlarning so'roqqa tortilib, halok qilingan osh kunda osmon bilan zaminning o't ko'ydirilishini belgiladi. Shunga osmon bilan zamin ta shu kungacha saqlanadi. Qadrli qarindoshlarim, shuni unutmanglarki, Rabbimiz vaqtning cheklimisiga uchirmag'ashqa, uning nazarida bir kun 1000 yildek, 1000 yil bir kundakdir. Rabbimiz hargizmi ba'zilarning o'ylaganidek o'zining qaytib kelish to'g'risidagi va'dasini o'rindashni kechiktirgani yo'q. Balki u sizlarga kengchilik qilish sababidan texi qaytib kelmadi. Xudo hech kimning mangu halok bo'lishini xohlamaydi. Balki u barliq insonlarning tavba qilishini xohlaydi. Lekin Rabbimiz Ayso cho'qim qaytib keladi. Bu kunning kelishi xuddi o'g'rining kelishidek kutilmagan vaqtda bo'ladi. U kuni butun osmon qattiq guldirilgan ovoz bilan g'oyib bo'ladi. Osmon jismlari kuyib tugaydi. Zemin va uningdagi butkul narsalarmi kuyib gumron bo'ladi. Hamma narsa mana shundoq yo'qoladi. Undaqda sizlar qandoq odamlardan bo'lishinglar kerak? Sizlar pok yashab, Xudo yo'lda mangadigan odamlardan bo'lishinglar kerak. Sizlar qiyomat kunini intizorlik bilan kutib, u kunning tezroq kelishi uchun bu kuchinglar bilan Xudoga xizmat qilinglar. U kunning kelishi bilan butun osmon kuyib tugaydi. Osmon jismlari mu shiddatli o'tda erib yo'qaydi. Lekin biz Xudo va'da qilgan yangi osmon zaminni intizorlik bilan kutyapmiz. U yerda faqat haqqoniylik yo'lda mangdiganlar yashay oladi. Shuning uchun ey qadrli qarindoshlarim, bu ishlarni kutyotgan ekansizlar. Xudoning oldida ayibsiz va qusursiz yashashqa hamda Xudo bilan inoqlikni saqlab kelishqa tirishinglar. Rabbimizning kengchilik qilishini ko'p odamlarning qutqizilish fursati deb bilinglar. Bu dal qadrli qarindishimiz Pavlusning o'ziga ato qilingan aql farosat bilan sizlarga yozg'iniga o'xshashdir. U barliq xatlarida bu ishlar haqida to'xtalgan. Uning xatlarida tushunish tas bo'lgan ba'zi joylar bor. Xudo to'g'risidagi bilimi oz va e'tiqodda ojiz kishilar muqaddas yozmalarning boshqa qismlarini burmilgandek,
uning xatiridagi tushunish tas bo'lgan joylarni mu burmilab tushundirdi. Moshunda qilganlar o'ziga halokat elib keladi. Qadrli qarindoshlarim, bu soxta ta'lim berguvchilar to'g'risidagi ishlarni oldin ola bilgan ekansizlar. Bu razil odamlarning xato ta'limiga agishib, mustahkam maydonlarni yo'qotib qo'yishdan hoşyar bo'linglar. Aksicha, e'tiqodinglar Rabbimiz bo'lgan qutquzuvchimiz Ayso Masihning mehr shafqati va uningga bo'lgan tonishinglar orqali davomliq o'sib borsin. Barliq shon sharaf Rabbimizga abadil abad mansub bo'lg'ay.